siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishim Alnabij A'la. Bir necha yil ketdi, har birlari bilan bir program ishlash orqali yuz ko'rishmay qoldik. Mendan yo'qolib ketgan deb ahvol so'ragan, bir şekilde salam yollagan qarindoshlarimizdan Allah razı olsun. Ba'zi bir xizmatlarimiz tufayli vaqtida yani izchillik bilan bu şekilde bu yil kirgandan buyon program ishlamay qoldim. Bugun ham har birlari bilan bir şekilde bir program işleşini layık gördüm. Çünkü hazırki yani ötken yıldan ahırlardan 11. ayda tatip bir xabar bo'lgan bir yaxshi bir uçur vardı. O bozma Navjan Tursun efendim yazgan şu Uyghur umum tarihi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti umum tarihinin birinci ikinci kısmı neşrden çıkandı. Bu kitabını ben kulağıma tavşırıp ağlı 10 gün bulab kaldı. Çünkü Türkiye'ye baramağalıqımız sebeplik bir şeydeki qarindoshlarımızdan birleşip bir şekilde mesul olan qarindoshlarımızdan bir bir arkalık kolumuzga setip aldık. Demek nima deganda bu kitap to'g'risida mazmun to'g'risida jiq to'xtalmayman. Çünkü bunun mazmunini her birimiz o'qib bunu tushungandan keyin o'zimizga loyiq shaklda tushuncha hosil qila olamiz. Ham bunun to'g'risida Navjan Tursun efendimning programmalarida va e'lon qilgan videolarda bu kitaptaki mazmunlar to'g'riliq tafsili to'xtalgan. Onun için ben bir to'xtalganım qarindoshlar. Bu kitap bir kitap 800 hazır mavo 7. kısmı 853 betke 853 bet. İkinci kısmı okşaş. Şu 800 bet. İkisinin eğirliği bir 3 kilo 2 kilo. Eğir demek için. Başka böyle normal kitaplarımıza okşamaydı. Bu hem katık mukavvalı kılıp nait nefs layınıptı. Nait içindeki mezmunlama hemimiz bilimiz Navjan Tursun efendim izchil turda şu Uyghur tarihi bilen tadqiq qilib mush xizmatlarni qilib kelyapti. Bu kitaplarni yani 12-13 tom tayyorligi var ekan angladik. Endi mushlarning nashrdan chiqish uchun izchil turda harakat qilib yetibdi. Endi buning uchun o'zining 30 yillik emgigi ajrini sarf qilibdi. Bu kitapni chiqarib hech kim bir paydalı iş yoki bo'lmasa millioner bo'lur ish yoki bo'lmasa bunday qilib ish emas. Bir insanın bir millet uchun qilgan ajri emgigi. Bu ajr emgekni hammamiz ailemizde o'zimizning tarihi bu. O'zimizning ajdodlari. Bu tarixdan tushungan narsamiz ikki turli bo'ldi qarindoshlar. Birisi bu bilan bu tarixdan tarixda o'tgan ajdodlarimizning shu vatanimizni Cumhuriyetimizni quramiz deb kurash qilgan shu ajdodlarimizning yaxshi ish faoliyatlarini, qilgan to'g'ri ishlarini, to'g'ri shaklda jo'q bizga manfaat qilgan ishlarini ularni texnik manfaatli bilib o'rganish va ulardan tajribasi vaqt egallash. Yana birisi shu deganda xato ketkizib qo'ygan yoki biz Xitoy bilan ustal ustida o'tirib o'tgan yerlardan ulardan tajribalash. Qandaqdir biz kimning uning buning xatoligini yoki biz kimning uning buning shaklda ularning tanavuzini tortish yoki sut tortish shaklimiz yoki obzor yozish orqali emas. Maqsadimiz şu tarixdan bir narsani o'rganish va avlodlarimizga o'rgatish. Bundan keyingi hozir mana Xitoy tajovuzlari texe vatanimizdan chiqib ketgani yo'q. Ular bilan shaklda ularni chiqarish va ular bilan bundan keyingi kurashlarimiz bo'lsin va yoki ustallardagi suhbatlarimiz bo'lsin. Bu şekildeki narsalarga qanday qilamiz, undan tajribani qanday olamiz, qanday o'rganamiz, qanday taqobil turamiz dushmanimizga. Dushmanimiz bizni qanday mag'lub etgan, qaysi yerdagi acizligimizdan foydalanıp ekan, uni qanday kuchli şekilde bir Xitoyga qanday taqobil turamiz degan shaklda buni bilim olsak, o'rtoqlashsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu $50 $100 ekan. İki kitapni tan olmasak nima bo'ladi qarindoshlar?
paylanış kıymeti yukarı oluş için bunu tansit edişimiz gerekken. Hem de hazırlıca bu her bir yürüyüşten 500'den 1000 tane çıkarılan kitap eken arkadaşlar. Bütün dünyaya çatsak 1 milyon Uygur var, neçe min Uygur var dep ağzımız toşkada gelip ne kılamaz. Ama her bir aile buluşku tigişlik. Her bir ailede birden şekilde çoğu. Bunu ağandaki aile yapmış. Aile ne çizeceğim bolsa hazır bu ballarımız bilen tam okuvatımız, tam çoşulağıma bir nesini ügütüvatımız. Hem üzümüz mü ügünüvatımız. Onun için bundak bir ügünüş kılıp aldığım fırsatda boşundak tarih kitaplarımızdan kıymetlik, muşta ecerisingen, muşta tuğuk her şekilde neçe 10 yıl, 30 yıldık tetkikan kitaplarımız uyumuzda olsa nayet yaxşı olurdu arkadaşlar. Bir millet için bir kişi oturup çıkıp o nayet emgek kılanken şu emgekidin çoğu biz bir şekilde üzümüzden nimisini ele alsak, ecerini ele alsak nayet yaxşı olurdu arkadaşlar. Şunun için bu kitap belki Türkiye'deki köp salda arkadaşlarımızdan nimisiga iqtisodiyotni eg'ir kelishi mumkin. Ama Avrupa, Amerika ve Avrupalarda yaşayotgan qarindoshlarımızga hech qachon eg'ir kelmaydi. Bu faqat 5 qap tamakının puli. Qarindoshlar, 5 qap tamakının puli. Ya bo'lmasa bir ikki-uchimiz bir o'tirib oshxonada tamak yegan bir tamakning puli qarindoshlar. Shuni bir vaz kechsak, bir kiyimdan vaz kechsak, bir azroq yesek, bir hafta azroq bir go'shtsiz tamak yesek, putudi qarindoshlar. Bu bir şekilde bir hafta içidigimiz bilen ma kitap uyumuzda kaladı. Ballarımızda kaladı arkadaşlar. Bu kitabın yani günde setilişine ornu yok. Ayda yılı setil. Hem 30 yılda mançılık bir eser meydana çıkıp arkadaşlar. Bunun dinki 30 yılda bunda eser meydana çıkmadı. Bunçılık şekilde izcil sistemler şekilde nesler onun çıkış için yeni bir netçe 30 yılını ötküzüşümüz mümkün. Şu an hazır kıymetli çıkan eserlerimizden bir bahamışlar bir izchil üzümüz qadrlaydigan narsalarimizni qadrlashni bilsek, onun qadrini bilsek, hem pederini bildirsek qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda faqat bu kitobni reklam qilib berish yoki bo'lmasa buni nima qilish bu nihoyatda muhim bo'lganligi uchun tariximizga munosabat bizning chambarchas hozir taqdirimiz munosabatlik ishlar bo'lganligi uchun buni hammamizning o'rganishning muhimligi. Bu bugünkidek tariximiz qayta takrorlanayotgan tarixning sababini o'tkazib qo'ygan nimisini bilmegenlik sebepten yani açlık qilib qo'ygan ecdatlarımız qilib qo'ygan xatoligini tekrar qilayotganligimiz uchun bunun muhimligini ta'kidlagim keldi. Onun için bunun qimmat bo'lgan bo'lsa qarindoshlar, to'rtimiz birlashsak 2 kitap keladi qaranglar. 25 dollardan chiqarsak 100 dollarga 2 kitap keladi. Navbat ish o'qisak 2 qism bo'lgan ekan bunda bir o'qib bo'lgan desa o'qib bo'lgan degan o'qay desak bo'ladi qarindoshlar. 500 kitapni bir ayda ya yarım aydalam gumbanışıp ilip itip yani ahırını muşunun bilen qağal kitapla meydana çıkdı ekan qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin bunga ketadigan iqtisod, bunga ketadigan vaqt nurg'un bo'ladi qarindoshlar. Onun uchun bu şekilde bunda muhim narsalarni qo'llasak, qo'llash tegishli narsalarni qo'llashni bilsak, qarashtira oladigan narsa qarashtirishni bilsak qarindoshlar. Shuni bejikligim keldi har birlariga. Şunun için ortaklaşım geldi. Şu an bu programda bu şekildeki hazır Teklimakan, İstanbul'daki Teklimakan neşriyat tarafından neşr kılınıp şu dükkanda seteli bitip arkadaşlar. Ben programının ahırına Abdücil Turan efendim bilen şu yerde hizmet kılayotgan ve irşad inimizde şu iki kişinin telefon numarını kaldırıp koyman. Şu Jiraktaki Avrupa ve başka yerlerdeki arkadaşlarımız şu telefon uğraş arkalık şekilde poçtadan evet burada poçta arkalık kullananlar tapşırıp alsanlar buldu arkadaşlar. Şunun için her xil şekilde olsun mu bunu setiliş tırışkan bolsak, bunu anlamaganlar etrafımızdaki bilmeyen arkadaşlarımızı bildirsek, ularga yetkizip koysak bunda yaxşı narsani, yaxşı mahsulotni hammamiz gepini qilib qo'ysak, yaman tilligan u bu şekildeki narsalarni yaman ishlik taqdidimiz to'plada mandaq yaxshi gaplarni, yaxshi so'zlarni taqib qo'ysak, savob bo'ladi qarindoshlar. Bir yaxshilikka vesile bo'lsak, bir yaxshilik yetkazib qo'ysak, bu savob bo'ladi. Eski gapni, eski kishini taqasak, uni gunoh bo'lsa, manda yaxshi gap, yaxshi uchur, yaxshi kitobni tashviq qilsak, savob bo'ladi. Alloh buning savobini berdi. Onun uchun bu savobdan bahrilansak, bu videoni taqib qo'ysanglar qarindoshlarim, qarindoshlarimiz buni Teklimakan, İstanbul Teklimakan neşriyatidan, Teklimakan dükkanından şu yerden sete varsa, şu yerden buyurtup ile varsa,
İnşallah Türkiye'deki qarindoshlarımızmı yetmеген qarindoshlarımızga bo'pti. Yetkende alsın desek, yetadigan qarindoshlarımızmı aldın mablag' selib ap qo'ysak, ish bo'lmadi. O'zimizning vaqti chiqmay qolsa aldirish sababdan bolalarimiz, ailemiz uchun o'qish uchun foydalidir. Neyse, onun için her birileri bilen muş uçurunu qayta yetkizish uchun bu programni ishlab o'tiribdim. Evimizin to'g'ri yerinde inanlar xatolar qilib qolsin qarindoshlarim. Hammalarining bu yaxshi kitobdan o'qib bahramand bo'lishini, buning uchun his qo'shimiz tariximizning bir şekilde muhaciret hayatımızmı biz üzümüz işengen, üzümüz to'liq bo'lgan, rast bo'lgan, bizning qo'limizdan chiqqan bir tarix eserlerimizden dünyada bir iz qoldirib mengishini, to'g'ri şekilde Xitoyning yolg'on yovdaq necha million dollar sarf qilib 14 qismliq yolg'on yovdaq tariximizni yozib taqdim qarindoshlar. Şunaqa zarba bo'lsa-mu, bunda to'g'ri bo'lgan tarixlarimizni maydonga chiqarishimiz va buningdan keyingi bunda to'g'ri bo'lgan, yaxshi bo'lgan, o'zimiz biladigan narsalarning har xil tillarda dunyo kitobxonlarining orasidan o'rin olishini umid qilamiz qarindoshlar. Uning uchun sizlar bizmi bir kishilik tegishlik hassimizni qo'shib tirsak degan umidman. Birinchi navbatda topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.